Epson printerni 5 sekundda cheksiya qilishni hozir ko'rsatib o'tamiz. Buni qachonki qilasizlar, buni mana bunaqa palasa chiqarib qolsa, mana o'zini nastroykasidan bor, bilsanglar kompyuterdan qilsanglar bo'ladi. Kompyutersiz ham mana shu narsadan qilish mumkin. Oddiy bitta knopkasi orqali. Hozir shuni ko'rsatib o'tamiz. Bu narsani lekin 2-3 martadan ziyod qilish tavsiya etilmaydi. Qachonki agar uzoq vaqt ishlatmay qolsanglar printerni, undan keyin haqiqiy professional masterlarga olib borib golovkani yuvdirish kerak. Bo'lmasa qotib qoladi golovka va sizlar cheksiya qilishlaring golovkaga nagruzka beradi. Unda qani boshladik. Bilsanglar, har bir Epson printerlarda mana shunaqa o'zining belgili knopkasi bor. Dumaloq uchburchak. Mana shuni 5 sekund davomida bosib turamiz. 1 2 3 4 5 va o'zi boshqaradi. Bu narsa nima narsa? Bu rangni nasos qilib tortadi, ya'ni rangni zapravka qiladi kartejga. Cheksiya qilish ham xuddi shu bilan bir xil. Ikkalasi bir xil ishlaydi. Printer ta'minot xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin.